Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun studiyada men Odinaxon To'xtasinova, hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango. Demak biz boshladik. Assalomu alaykum. Efirda Odina To'xtasinova o'qitaman, hamkorimiz mazali Kango. Chanam to'may, ballazni vaqatini obining sochini to'kmay, mazali. Kerak bo'lsa bizdan so'rang. Barakalla, yodlab oldingizmi? Biz qayerdan keldik deymi? Uzoq joydan keldik. Qarshidan keldik. Bravos degan choyxonani taniysizmi? Yo'q. Odina opa, anne qilingda. Sizda yog'iz bormi? Olganmiz yog'izni. Yo'q, oldirmaganman. Bizdan qo'shnimiz oluvdi. O'shanga aytib chiqdim-ki, Choy qaynaganini ko'rganmisiz? qaynagan ko'rganman. Qanday bo'ladimi? Sizni ichingizda ham gap ham shunaqa qaynaydi. Bu jonim sochini olaman desa yo'q dedim. Yaxshi tilbiydan bor ekan-ku. Bo'lmasa oldim. Kim bo'lasiz? Doktor bo'laman. Doktorlar ukol qiladi, qon kapinisa yo osmon ukol qiladi. Aniq qon oqsa doktorlar artadi. Tikuvchi bo'la qoling. Mayli, tikuvchiman. Ro'mol tikadilar. Ko'p kiyimlar tikadi. Stollar tikadi, surtik tikadi. Odam o'zi ko'p kasal bo'ldi. Nimaga? Aniqa ro'za kuni o'tgan kunlar nos chekatdi, nosi tasodi ki adam daylasi bosib ketdi. Nosni tashaganlar uchun kasal bo'lib qoldilarmi? Yo'q, ko'p chekkan uchun endi nos tasadi. Aniqa bitta Jasurga qo'shnimiz bor-da, ki soyar kerakmi yer har kun ichib kelaveradi ki ko'zi qizil bo'lib qolibdi ki Jasurga aytibdi bitta kishi anaqa ko'p cho'rmay yanimda ichisi mana odam ismi Ikrom. Onlar qo'shnimiz ismi Jasura. Adam ichisi yomon ko'radi. Bir marta mana adam aroq ichmagan. Nima ichganlar? Choy, kofe, sut. Barimiz bor. Mushkimiz, itimiz bor. Qimiz ichganmisiz? Qimiz? Ha. Nima deganingiz? Sizlarda qimiz yo'qmi Samarqandda? Yo'q, qimiz yo'q burada. Katta odamlar nima ichadi? O'ragacha. Televizor shunday jo'ralarmi ichib oladilar. Shu mos bo'lib qoladi shunga. Mos bo'lsam hech kimdan qo'rqmayman deb ichaveradi-da shunga. Ilm qo'yganda baliq. Uni tutayapmi? U o'lgan ekan. O'lgan ekanmi? Mushugim yeb qo'ydi. Mushugimga bir bordim. Yeb tashladi. Yemadingizmi o'zingiz? Agar bu safar tilla baliq tutsangiz, Yo'q, siz chopchi beraymi? balig'imi? Ha. Men nima qilaman? Siz so'yib yeb qo'yasiz qovarib. Odam isib ketsa, nima qilish kerak? Uyga kirish kerak. Odam uyga kel deganda kiradi. Sizlarga kimdir uyga kir dedimi? Bizlar musachaka deydi ikamizga. Nima dedilar? Uyga kiringlar, kasal bo'lasizlar dedi. U kishi o'g'ri emas, musachaka ishlaydi. Biz ham tasab ketaveramiz-da. Do'ppichilar do'ppi tikadi-ku. Yo'q. Do'ppichilar do'pp o'ynaydi. Sovrin oladi. Futbol o'ynaydi, to'g'rimi? Futbol o'ynagandan keyin kimdir sovrin oladi-da. Shunga. Uni futbolchi deyiladi, do'ppichi emas. Sizdan do'ppichi chiqarmikan? Maktabda har kuni o'ynaymiz. Dadingiz hammadan ham ko'ra kimga keraklar? Neydi? Onasiga. Buyizlarga. Bunga. Oyizlargachi? Kerak. Tursa baqiradi. Hamma dalaga chaqirib qolsa oyim adamga baqirib boradi. Ki adam o'yinga baqirsa, oyim jahli chiqib keladi. Ki odam qilmoqchilarimiz taq qilib tushib ketganda keyin so'maydi.
qo'shnimizda qilmasini so'rab turdi. Baqirishni kim boshlaydi? Oyim. Keyin adam boshlaydi birinchi. Nima deb boshlaysiz? Dalaga ketdingiz, suv quydingiz. Oyim qanday xursa qilsa yo'lini aytdingmi? Ayting. Fles ichadilar oyim. Muzdek fles ichadi oyim. Uyda 4 ta fles turibdi. Oyim ichadi o'sal. Uzun, benim ichganman tam uzun ekan. Flash tugab qolsa nima bo'ladi? Neydi ben adamdan pul so'rayman da g'ulamaga borib tez yugurib neydi fles olib kelaman. Anaqa oyim xursand qilay deyman. Doston tog'ay sizdan xafa emasmilar? Yo'q, Doston tog'am endi qatnashyapti deb bankka ishlayaptilar. Ishga kirdilarmi? Kredit nima bo'ldi? Davron boshqa tog'amga kredit to'lamagan. Barakalla. Odina opa, dadamni akalari salom aytib qo'ying Sunnat tog'aga. Sunnat tog'a, assalomu alaykum. Odina opa, siz Dilshoda opam bilan dugonamisiz? Dugonami? O'zingizni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Chunki boyagi o'zimda pulim ko'p bo'lar, shunga men boyib ketaman boyagi. Pulsiz bo'lsa uyam eshik bo'ladi, kuylagi ham jirtilib yotadi. Yana ovqat ham bo'lmaydi, mol ham bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Biz uyda yashab o'tiradi, eski uyda. Ovqatlarni yerdan ko'lab olsa bo'ladi-yu. Loyda ovqat qilib bo'lmaydi-ku. Tuproqning ichida kartoshka bo'ladi, sabzi bo'ladi. Ona uchun o'g'rilik qilish kerak-da, shuning uchun o'g'rilik qilmaymiz. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Men yomon ko'raman qilishimga. Men ham Haqiqiy dugona qanaqa bo'lishi kerak? chiroyli. Dugona xunuk bo'lsa nima bo'ladi? Odamlar krasiv ekan deydi. Nekrasiv ekan deydimi? Men ham eski kiyimlar kiyib chiqsam, ayam buni kiyma deydi. Eski kiyimlarni nima qilish kerak o'zi? Kiyish kerak, kichkina bo'lsa birontaga berish kerak. Nega dugonangizga bermaysiz? Unga bitta kolgotkimni ham berdim. Kichkina bo'lib qoldi. Sizchi dugonangizga biror nima berdingizmi? Bermagan. Ayam jimmat ekan. Qulog'imga gapirib qo'ygan. Tindik so'zi. O'zbekistonda yashashni bilmaysan hali. Sen O'zbekistonda hali yashamagansan. Mas o'yna. Biz aytamiz. O'zbekistonda Sizlar nimaga urushayotganinglarni bilolmayapman. bu hali sanashni bilmaydi. Bunga sanashni o'rgatyapman, baribir ham sanolmayapti. Bu hali ko'rmagan Toshkentda. Biz qishloqda qilamiz. Qishloqda odamlar kelolmaydi. Qo'shnilarni yo'q-ku qishloqda. Bizaki bor. Bobom keladi, bu jonim keladi. O'sha yoqda qishloqda o'ylarimda. Ular Toshkentga ketib qolgan. Shahku. Keladi-ku. Kechqurun kimlar ko'chada yuradi? Yomon akalar. Qo'shiq qo'yib yuradi. Uxlatib yotadi. Ayamam derazada qaraveraki uxlolmaymiz. Eng zo'r kunda nimalar bo'lishi kerak? Zo'r kunda oilalar a'zolari. Men bitta qizman o'zi, boshqacha. Oyim bitta qiz chiqqan, faqat men. Oyim qas. Demak, eng zo'r kunda oila bilan birga bo'lish kerak-a? Oila bilan birga bo'lish kerak. Hech kimga baqirmaslik kerak. Va'da berishni bilasizmi? Men bilmayman unaqa va'da berishni. Siz o'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Nega? O'ziga. Sizchi? Eshakka minib bo'ladi, otga minib bo'ladi. Barakalla. Tonaga ham minib bo'ladi. Faqat tona jig'ib keladi, tona. Nima degani u? Shoxi uzun bo'larku, mollarga o'xshab. Buqa. Buqani minib bo'lmaydi-ku. Har doim do'zalarda ko'rib turaman-da. Qanaqa hasharotlarni bilasiz? Hamma hasharotni bilaman. Aytib beringchi. Mushik,
Mushuk hasharotga kirmaydi. U hayvon-ku. Qiyin savollar bermay, oson savollar bering, Odina opa. Xo'p. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.